Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar. Robban ishlab chiqarish sexida men bu sexda anchadan beri ish yuritamiz. Ish faoliyatimiz 3-4 yildan beri mavjud, lekin biz vodiydan yangi apparatni olib keldik. Ko'rishingiz mumkin, bu apparatni xursand bo'lgan tarafim 2 soatda bizlar 4 tonna, 5 tonna mahsulotni ishlab chiqaramiz. Bizlar eski apparatlarda bunaqa natijada erishmasdik. Bir uzoq borsa yaxshi 1 tonna mahsulot olib borardik. Mana shu apparatimizda 2 tonna, 3 tonna, 5 tonnagacha mahsulot olib bilyapmiz. Bu apparatni qaydan oldi deyishingiz mumkin. Vodiydan, Xonoboddan Usmon Ali aka bizlarga shu apparatni olib kelib, o'rnatib berib, dastavkalar hamma narsasi ichida ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, kitma-kitligida hamma narsasi juda qulay ravishda ekan. Keladilar, o'zlari shu Usmon Ali akaga telefon qilsangiz, o'zlari kelib, o'rnatib, chiroyli beradi. Mana chiqqan mahsulotimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Hozir bugun ishlatdik, juda xursand bo'ldim men. Mahsulot zo'r, sifatli, juda tezlikda. Mana eskisini ko'rishingiz mumkin. Biz mana shu eski apparatda ishlab chiqarganmiz, lekin to'g'risi u reklama emas. Bu to'g'risini aytgan yaxshi. Mana shu apparatda ishlaganmiz, lekin unaqa natijaga erisha olmaganmiz. Biz hozir Samarqand viloyati, Samarqand hamma viloyatlarga dastavka qilib beradi. O'zimiz Samarqandga olib keldik mana shu apparatimizni. Shukurka Turov kompaniyasiga olib keldik. Yaxshi ish desam, 2 soatda 4 tonna, 5 tonna yaxshi ishlasa 6 tonnagacha ishlatib beradi. Aloqaga chiqaverasizlar, nomer pastda. Bo'ldi, yo'qol endi. Bo'ldi.